Alloh sizni baxtimizga sog' qilsin. Mashinani qatini urib olding. Yo, ja urib olmadim. Sal turtib oldim xolos. Agar dunyoga qayta kelsam-u, turmushga chiqadigan yoshga kirsam-u, magar sizdan sovchi kelmasa, o'zim sizga sovchi qo'yib bo'lmasin, tegib olgan bo'lardim. Akangga qancha berding? Bu safar ko'p emas, 2000 berdim. 5 oy ichida qaytararkanlar. Hoy. 5 kunlik dunyo. Maza qilib mani davrimda yashang. Agar xohlasangiz, o'rtoqlaringiz bilan toqqa chiqing. Stop. Plastikda pul qoldimi ishqilib? Baribirga ham o'zingiz olib berardingiz-ku. Menga to'g'rimi? Shuning uchun o'zim ovora qoldim, lekin ichida qoldi. 150 ming so'm. Tomizg'iga. Menga qarang adasi. Men sizga cho'ri bo'lish uchun erga tegmaganman. Ovqatni o'zim qilsam, idish tovoqlarni o'zim yuvsam, kirli o'zimga. Nima degan gap bu? Ya Rabbi, o'zingga shukr. Onasi, bo'lar ekan mana. Shunaqa xush xabarlar bilan kelsanglar. Nima?